Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli do'stlar. Demak, bugun juda dolzarb mavzuda sizga bitta narsani yetkazib qo'ymoqchi edim. Bir necha hafta oldin men to'lovga qobiliyatsizlik, ya'ni jismoniy shaxsning bankrotligi to'g'risida video olgan edim. Shundan keyin menga juda ko'plab, minglab murojaatlar bo'ldi. Hozir mamnuniyat bilan sizga shuni yetkazmoqchi edim. Men o'zim aynan to'lovga qobiliyatsizlik, jismoniy shaxslarning to'lovga qobiliyatsizligi bo'yicha ishlarni boshladim. Yangi ofis oldik. Mutaxassislarni yig'dim, ya'ni komandam tayyor bo'ldi. Paket dokument qanaqa qilib murojaat qilish, nima qilish, o't, ido hammasini ishlab chiqdik va sizga aytmoqchi edimki, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying, like bosib qo'ying. Lekin bir narsani aytmoqchi edim. Bizda hozircha O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha 75 million so'mdan tepa bo'lgan qarzdorlik va 3 oy davomida siz to'lamagan bo'lishingiz kerak va 75 million so'mdan tepa bo'lishi kerak qarzdorligingiz. Shunga nisbatan biz sizni nomingizdan sudga murojaat qilib, birinchi qiladigan ishimiz sizni holatingizni sog'lomlashtirish, ya'ni qarzdorlik rejasini qayta tuzish, restrukturizatsiya qiladi. Shu faoliyat yo'lga qo'yish. Keyinchalik agar bu ham foyda bermagan bo'lsa, demak bankrotlik holatigacha olib borish ishlarini olib bormoqdamiz. Demak, pastda Telegram botimni qoldiraman, murojaat qiling. Telefonni ham qoldiraman. Lekin telefonda agar siz tusha olmaydigan bo'lsangiz, masalan, ko'p bo'lyapti hozir, zayn bo'lib qoladi. Siz Telegram botga yozishga harakat qiling. Har bittangiz bilan muloqot qilishga va sizga huquqiy, demak, tavsiyalar berishga harakat qilaman. To'g'ri, og'zaki huquqiy maslahatlarimiz pulli bo'ladi. Faqatgina shu kategoriyaga tushgan insonlar bilan pulli bo'ladi. Bu hozircha 50 ming so'm qilib qo'ydim. Nimaga? Nima uchun? Chunki menga juda ko'plab murojaatlar bo'lyapti, oddiy arzimagan masalalar bo'yicha va men o'zimni vaqtimni sarflashimga to'g'ri kelib qolyapti. Bilasizlar, yuristni vaqti juda ham, demak, chegaralangan. Men bitta odam bilan 1 soat gaplashsam, demak, naryoqda 1000 ta odam qolib ketishi mumkin. Shuning uchun bizga murojaat qiling. Sizni holatingizdan kelib chiqib turib, yo'l yo'riq ko'rsatib, hammasini tushuntirib, nima qilishingiz kerak tushuntirib beraman bu summa ichida. Va undan keyin siz bilan agar men bilan ishlashga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, shartnoma tuzib qonuniy sizni polностью ishingizni o'zim olib boraman va meni yetarlicha mutaxassislarim bor, shu narsani yo'lga qo'yamiz. Demak, bu holatga kelishimiz, bu ishlarni yo'lga qo'yishimiz oson bo'lgani yo'q. Demak, rossiyalik mutaxassislar ham bunga jalb qilindi. Ulardan amaliyotidan biza juda ko'p narsani o'rgandik. Shunga men o'zimni faoliyatimni bag'ishladim. Do'stlarim, demak, murojaat qiling, do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Qolganini hammasini, demak, keyinchalik o'sha maslahatlarimizda gaplashib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va do'stlaringizga ulashib qo'ying, like bosib qo'ying agar yoqqan bo'lsa video. Sog' bo'linglar.